Hammaga salom do'stlar. Bugun biz Minecraft o'yinida Abchamni kreativda uy quramiz. Abchamni taniydiganlar bo'lsa, kommentariyga yozib ketinglar. 5-yilda o'qiydi. Hozir Abcham ma'murlanadi. Abchangiz nima qilyapti desanglar, tren to'yapti. Bizlar ovatimiz kelib 3-marta yana qishloq yodida paydo bo'ldik. Mana bizlar ovatimiz keldi, yana qishloq yodida paydo bo'ldik. Namancha bizlar ovatimiz kelib, ham golim qilib. Instagram'da pesesiz istek varsa o'tga bella qo'y. Abchangiz qachon kiradi desanglar, hozir ulanadi. Ma'metam o'z qopdancha ma'mulim to'lgan. Qani Abcham yoniga boraylik joyiga. Yana qo'shimim Abcham ma'murlanadi. Sizlarga Abchamni uyini obzorga beraman. Men bitta uyi bo'ladi Abcham mana. Steve 2ning uyi deb qo'yganman. Mana Abchamni uyi. Bilmaydiganlar uchun men bitta uxlasam bo'ladi. Sandiqning ichida po'qam yo'q Abcham kambag'alligiga. Mana uyi. Ikkita bir xil suratda osib qo'ygan. Ko'ta qishib. Steve 2ning uyi degan uy. Abcham uyi bo'ladi. Joyga ko'tarilgan. Bana hozir Abchamni ko'rdim, hozirlanmoqda. Qilib o'shanda qilib turamiz. Lekin bizda bitta mer uyi qo'yamiz. Bitta joyda mer uyi bo'ladi. Men bitta qarayli mer uyi. Qachon bo'ladi lekin mer uyiga. Ana majid mer uyi bo'ladi. Majid mer uyi, men bitta mer o'tiradi. Salom janob mer. Deb chaqiramiz uni. O'zi mammanku. Karton mer o'zi mamma. Bitta mer ham qo'yaveramiz endi. Qani qishloqning tuxumi. Mana mer. Sen temirchi ham olmaysan. Nima bo'lishiga qarayman. Oddiy qishloq bo'ldi. Shundoq qilib o'tasizlar. Bu mer uyi bo'ladi. Shayrada qolsang, men bitta eshik ochib qo'ygan, kimdir uyi bu. Ana men bitta to'shqalar bo'lib o'tirsanglar bo'ladi. Bu o'rmon bo'ladi. O'rmon Abcham buyuni qaranglar. Xuddi meni uyim mana. Ana meni uyim. Meni uyimni o'ziraga. Men bitta o'zirim agar aytib bo'l. Meni uyimda men bittan chiqadigan joy bo'lgan ekan. Chiqadigan joy bo'lgan ekan. Uyga chiqadigan joy bo'lgan ekan. Bizlar qashqalardan chiqayotgan ekan.